16 Pro Max kelgan. Mana ko'ryapsizlar holatda qanaqa kelgan. Вообще otganlar bor, ayollarga konkretni otganlar. Keyin maza qildimdilar, mana o'sha maza shu bo'ladi. 800-900 dollarlik maza lekin bu. Malikada 740 dollar dudi qildiraman. Xitoyga o'zim Xitoyga boraman-da, o'sha yerda qildiraman. Agar arzonroq bitsa, shu yerda qildiraman. Bo'ldi, olib keling, bitta ko'ringlar. Hop, 15 Pro Max kelgan, ko'ryapsizlar, kamerada aybi bor. Orqa krishkasi ketgan. Bunga 100% original bo'lgan kamera bilan orqa krishkasini qilib beramiz. Mana 16 Pro Max'imizning ishlari tugayapti, ko'ryapsizlar. Korpus qo'yib olish kerak bo'ladi. Bunga faqat telefon hamma narsasi ideal ishlab turibdi, xudo xolasa. Muammosi yo'q. Muammo qolgan joyi korpus va orqa krishka qo'yib olsa bo'ldi. Ekran mana hamma narsasi joyida. Boyaga o'sha jahldagi 16 Pro Max bo'ladi. Mana ideal qilib yig'ildik. Zavod bo'ldi. Orqa krishkalar hamma narsasi o'zida. Ekran original qilib berdi. Bu o'sha 15 Pro Max'lari ikkita telefon bir kunni o'zida cho'tka qilib berdi. Okani o'ziga berib olamiz.